bo'ladi. Qum qog'oz tezlashtirdingizmi? Arrachingiz hozir pilni sentrlar ko'payib ketdi. Arrachingiz bemalol ulguradi. Yoki ikkita chip ustidan olib berasiz, bunisiga qo'yib bo'yib turguncha ikkinchisiga detalni qo'yib ulguradi. Sepadigan ham qo'lda pulizatr bor, paxlas sep tashlayveradi. Qum qog'oz bo'limi, shukurka bo'limi oqsab qoldimi, bo'ldi, rivojlanish bo'lmaydi. Birinchi o'rinda bu yerda raqamlashtirish olib kirish kerak. Bu yerda ilm nima qiladi qum qog'ozlashda deb o'ylaymiz. Yo'q. Har bir qum qog'ozlarning o'zining raqami bor, tartib raqami bor. Masalan, bular K A deb nomlansa, bular P bilan boshlanadi. Mana bular ham P bilan, qumliklar, zernonliklar P bilan boshlanadi. Gubkaliklar K raqami bilan boshlanadi, kalibr bilan boshlanadi. Senzalar bor o'zini. Polirovkada ishlatiladigani bor. Mana bu qumli orbitalniklari bor. Bularning tishisizlari bor, lipuchkalari bor. Bularning har birini o'zini o'rni. Faqat bilish kerak, qaysi joyda qaysi ishlash kerak. Agarda qum qog'oz noto'g'ri tanlasangiz, keyinchalik yaxshi ishlamay qoladi. Vaqt to'g'ri ishlamay qolasiz, har tomonlama. Shuning uchun iloji boricha men endi o'qishga kelinglar desam, ko'pchilik o'qishga chaqiryapti deb o'ylaydi. Yo'q. Bizdan o'zi boshqa birovdan shu sohani biladigandan o'rganinglar. Hozirlar bizga o'qishga kelinglar, biz xursand bo'lib o'rgatamiz. Bo'lmasa boshqa shu sohani biladigan mutaxassislardan o'rganinglar-da. Birinchi bo'limda ishlab chiqarishingizda shukurkalash bo'limini 2x kami, 5x kami ko'tarib olinglar, tezligini oshirib olinglar. Qolgan hamma ishlaringlar joyiga tushib ketadi. Mana Abdulaziz, siz o'zingiz mana ishlayapsiz, ko'ryapsiz. Qanaqa fikrlaringiz? Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Fikrlarimiz yaxshi. Bugun Kamol akamda 3-kunimiz bo'lsa, xudo xolasa 3-kun. 3 xil apparati bor ekan, akamiz har birini tushundik. Ya'ni dazmol sifat, to'rtburchak, bo'lmasa eksentrikalar. Hozir aytayaptiki, biz kecha o'zimiz bilgan holatda ish qilgan edik, lekin oralarida bir chorlarimiz qolib ketibdi. Shularni chorasangiz to'g'rilab berdi, domla. Eksentrikali ishlaylar deyapti, sababi kerakli joyda oladi, kerakli joyda olmaydi. Ya'ni detalni o'zini chiqarib qo'ymaydi va tekis qilib kачествоga ishlab bera olasizlar degan narsani tushunyapmiz. Yaxshi ag'darishga. Hammasi yaxshi. Mashinadan qanaqa farqi mashina bo'yi? Mashinada siz aytmoqchi boshida mikronda ishlasangiz, ya'ni har bir detallarda qarab ishlasangiz, bu yerdan xuddi shu narsa. Ya'ni raqamlashtirilgan shukurkalarni to'g'ri ishlatish kerak. Oshcha o'yib qo'ysangiz ham, oshcha olmay qo'ysangiz ham bo'lmaydi va shu narsani albatta o'rganish kerak bo'ladi. O'zini hammasini ilmi bor ekan. Yaxshi. Xudoga shukr. Hurmatli do'stlar, ishlaringizga Alloh quvvat bersin. Endi bunda yurakdan bir qanaqadir bir gapiramiz, to'g'ri tushuninglar. Sizlar ishlab chiqarishinglar yaxshi bo'lsa xursandmiz. Nafaqat O'zbekistonda, bizning shogirdlarimiz Allohga shukr, mana Markaziy Osiyoda ko'plab, minglab shogirdlarimiz bo'lsalar, ularda rivojlanish kuchi